bir kishi meni yaxshi fikrlar deb qo'llab-quvvatlasa, u xato qilsa ham ko'z yumib ketish to'g'ri emas-da endi. Endi bilasizlar, Jakuy Tezak degan bitta Goloboy parvar personaj bor edi. Hozir qamaldi u, menimcha ertaga hukm o'qiladi. O'shani tarafini olib u 100% haqorat qilib kontentlar qilgan. Onayni deb o'sha tut qilinadigan narsani ochiqchasiga. Nimaga desa ushlamaydi deb o'ylagan. Haqiqatda biz O'zbekistonda unga samosud qila olmaymizki. Qonunchilik borki. Samosud qilaman degan odamlarga ham yo'q, qilmalaring deb qaytaraman-ku unga. Lekin o'sha haqorati men o'zimga teng olib javob berishim kerak bo'lgan gap emas u. O'sha devonai haqgo'y seni onangni mana shunaqa qilyapti, sen javob bera olmaysan deb yozyapti. Ya'ni nimaga javob berishim kerak men? Endi shuni so'radim sizdan. Yo bu yerda boshqa narsa dedingiz, o'sha muloqotlarimizni natijasida siz bilan bo'lgan, sizga pramoy to'g'ridan to'g'ri yoki jargon til bilan aytganda sizni haqorat qildimi men biror marta? Yo'q. Mendan kuzatmadingiz-a? Meni Abror Muxtor Ali haqorat qiladi degan odamlarni hammasini ham olib kelib o'tkazib qo'ying, isbotlab bera olmaydi. Men haqorat qilmayman. Haqorat qilgan odamga javob qaytarishim mumkin. Bu meni zaifligimdir, meni prinsipimdir balki. Meni haqorat qilgan odamga javob qaytaraman. Natija nima bo'ladi? Haqorat qilgan odam haqoratini kesib tashlaydi, menikini qo'yadi. Endi siz bilan bo'lgan muloqotimizda siz meni haqorat qildingizmi yo tanqid qildingizmi? Qaysi jarayonda? Ya'ni birinchi qaysi jarayon bo'lsa, men shu suhbat hammasida. Yo'q. Haqorat qilmadingiz. Endi uni men nima uchun shunaqangi xotirjam turib suhbat ham aytyapman, hozir ham aytyapman. Bu eshak deb, o'zini eshak deb o'ylagan ot uchyapti deb shu suhbatimizdan keyin post qo'yishingiz, orqasidan mashhur shayxni shogirdi eshak, o'rmonga borib mulla bo'ldi, kitob yuklatilgan eshak deyishingiz haqorat menimcha. Bu diyonat yuzasidan. Qonun oldida borib, sudga borib, mahkamaga uchtasangiz, mahkama yo sen aytmayapti-ku deydi, to'g'ri. Lekin men musulmon odamman, undan tashqari erkakman men. Gapimga javob berib kelganman. Xato qilib qo'ygan bo'lsa aytganman. Bizning suhbatimizda mana shu agar siz haqorat emas desangiz, bo'ldi, to'xtadi. Bu haqorat emas ekan u. Kim nimani nomlagan bo'lsa, o'sha nom qoldi. Yo haqorat qilganman desangiz, ya'ni vijdonan olganda, bizning suhbatimizda kim haqorat qilgan bo'lyapti birinchi? Umuman olib qaraganda o'sha paytda masalan sizni men jahlim chiqargan narsa o'sha men ovozimni o'chirib qo'ydilar jonli suhbat jarayonida. Lekin nimadir dedingiz, meni esimga qolgani aniq endi o'z to'liq bilmasi yo'q. Plus mana bular mana shunaqa sharafsiz dedingizmi, aniq bilmayman. Mana shu payt chesimga tekkan narsa shu bo'ldi. Nomusimga shu bo'yicha o'zim fikrim bildirdim jahl ustida. Undan keyin siz bilan qanaqadir bir haqoratli shaxsiyatga tegadigan masalalar ham bo'lmadi. Keyin mana masalam haqida keladigan bo'lsak, u aynan kimgadir qaratilgan emas. Men o'zim bo'yicha yana alohida istoriyada izoh berib o'tdim. Bu deylik. No, mavzuni yopdik. Bu siz o'zingizni oqlagan sari sizni ya'ni qiymatingiz bilinib boraveradi. Erkak kishi bir gapni gapiradi-yu, keyin aslida uni asli ma'nosi mana qayda desa, uni biroz rujulatiga putur yetadi. Hozir gapirmang deyotganim borgan sari ya'ni o'zingizni qadrsizlantirib qo'yasiz. Uni 100% odamlar bilib turibdi. Mashhur shayx O'zbekistonda bitta. Mashhur shayxning shogirdlaridan bittasi menman. Siz bilan bahs qilib turibman. Siz o'sha gapingizni hozir aylantirishga harakat qilyapsiz. Menda unaqa narsa yo'q-da, farqimiz shunaqa. Yo'q, unaqa. Tanqid bilan badiiy adabiyotni tushunasiz, bu gapingizni bo'ldim. Bu badiiy adabiyot nazaridan bu oddiy masala. Uni kimgadir yo'yishni o'zi bir xato. Masalan, deylik, men shu siz bilan suhbatimizdan keyin men qanaqadir bir eshak haqida masala aytsam, u aynan kimgadir qaratilgan bo'lib qolmaydi. Men o'zim ijodiy yo'nalishim shunaqa. Oldingilarni kuzatish, men masala bilan mana shunaqa o'zim yo'nalishim bor, qanaqadir qora yumor boshqa qilaman. Men u bo'yicha boshdan ham shunaqa izoh berganman, hozir ham shunaqa deyapman. Agar men boshda
aynan kimgadir qaratilgan deb turib hozir sizni oldingizga kelib yo'q bunaqa emas desa u paytda mana ikki xil bo'ladi u paytda man qadrimga Yo, ben tushunaman sizni. Hozir O'zbekiston qonunchiligida kimgadir atalganligi aniq bo'lib qolsa, u yerda siz yo ma'muriy yo jinoiy javobgarlikka tortilib ketasiz. Bu yerda biz yuridik tomondan aqlliman man masal gapirdim deb chiqib ketish uchun gap bo'lyapti xolos. Biz siz bilan yuridik masalani gaplashmayapmiz. Biz erkakmiz. Yana qaytib aytyapman. Biz gapimizga javob berib kelganmiz. Biz ayollarga o'xshab kinoya bilan gapirmaymiz. Agar qarshimizda turgan odam bilan tashlashadigan bo'lsak, misol uchun to'g'ridan to'g'ri aytib qo'ya olamiz. O'zi bir kishi meni eshak desa, u menga savobini beradi. Meni e'tiqodim bor. Qiyomatda so'raladi undan. Oxiratga iymoni bor odam bo'lsa, Alloh taolo uni turg'izib so'raydi. Men inson qilib yaratgan edim. Sen nimaga meni yaratganni eshak deyapsan deydi. Bu o'sha so'kilgan, haqorat qilingan odamga ajr. Men bundan hech qanaqa ya'ni xafa emasman, xafa bo'lmayman. Chunki eshak emasman-ki. Endi men aytamanki, meni o'sha kommentlarda hammasi meni deb kirishyapti. Birortasini o'chirmagansiz. Men aytamanki, meni e'tiqodimda shu narsa bor. Mana hozir madaniyat gaplashyapmiz-a, madaniyat. Bir kishi sizni eshak desa, u kinoya qiladimi? Qur'oni Karimda humazatul lumaza degan. Kinoya qilib, ishora qilib bo'ladimi? Masal tarzida bo'ladimi? Shunaqa deb haqorat qilsa, kimdir sizni? U g'alati zino bo'lish ehtimoli bor deydi ulamolar. Chunki vijdoni toza odam bunaqa qila olmaydi. Vijdoni toza odam o'tirib gaplashadi. Biz qochib ketgan odam bo'lmasak, Suriyada yurgan odam bo'lmasak, siz bilan o'rtamizda tanqid bilan populizm o'rtasida tortishuv bo'ldi. Sizlar deb gapirganingizga men o'zimga oldim. Bu o'zimga olganligim balki xatodir. Sizga masada o'shanday gap desangiz, uzr, men noto'g'ri tushundim deya olmayman. Buni izohga ham yozganim endi siz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa chiqish imkoni yo'q. Men izohga yozib qo'ydim. Bu aynan sizga taalluqli emas. Sizning pozitsiyangizga. Ha, keyin ko'rdim. Lekin lar deganingizga menda ham shunaqa vaziyatda hamma izohda bir ikki kitobga qarshi chiqyapsiz degan trolling harakati bo'lyapti hozir urinish. Boshlanishda 90 ga 10 edi, 90% hujum bo'layotdi, hozir 80 ga 20 ga qaytdi. Abror Muxtor Ali to'g'ri aytgan ekan deyapti. U tirik kitobni kitob targ'iboti masalasida men o'rtaga gaplasha olmayman u odam bilan. U targ'ibot qilayotgan ateizmdan qolgan qoldiq kitoblar emas, bizga ajdodlarimizdan qolgan mana kitoblarimizni targ'ibotini qilib kelyapmiz. Mana muqaddima. O'zbekistonda emas, dunyoda haftalikda birinchi o'rinda sotildi. Dunyodami? Bir haftada sotilgan kitoblarning ro'yxatida birinchi o'rinda turadi. Kitob targ'ib qilyapmiz. Bu sizga. Bestseller kitob targ'ibotini qilib yurgan odammiz. Biz kitobga qarshi emasmiz. U odamning kitob targ'ibotini qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin hozir Hizb Tahrirning kitobi bor, Islom nizomi degan, demokratiya kufr nizomi degan kitobi bor. Targ'ib qilaydikmi kitob bahonasida? Yo'q. Kitob bahonasida ateistlarning iqtiboslarini gapiryapti. Ko'z yumaylikmi? Yo'q. Yolg'on bilan xalqqa aldab bo'lmaydi. Ayniqsa ta'lim yo'nalishida, ayniqsa kitob yo'nalishida. Yolg'on gapirib zo'r kitob o'qi deb bo'lmaydi. Amir Temur o'zini ijobiy tomonlari bilan birga salbiy tomonlari bor. Buni gapirish kerak, aytish kerak. Salbiy tomondan ehtiyot bo'lish uchun. Shuning uchun aytayapmanki, menga ko'pchilik yozgan uchun men tanqid qilyapman. Tanqid bilan populizmning farqi bor. Shu suhbatda ham aytdim. Tanqid muammoni aniq nuqtasiga urg'u beradi. Mana shu joyda muammo bor, yechimi bu deydi. Shaxsga o'tmaydi. To'g'rimi? Populizm nima desa, muammodan o'zini shaxsiy manfaatida foydalanadi. Muammo turibdi-da, misol uchun nimaga unga sanlar ojiz odamga gapiryapsanlar? Amaldorlarga gapirsang bo'lmaydimi? 100% populizm. Bu sizning haqorat emas bu. Bu ilmiy istilohda shuni populizm deyiladi. Siyosiy tilda. Nimaga? Mavzudan boshqalarga chalg'itish odamlarni. Mana hozir ikkalamiz o'tiribmiz-a, sizga bittasi kelib aytsa, nimaga bu yoqqa kelding? Falastinga borsang bo'lmaydimi? Falastinda odamlar o'lib ketyapti deb ko'ziga yosh olsa. Aytasizmi siz? Bizning hozir mavzuyimiz bu. Bu mavzu alohida gaplashiladi. Bizda Ramazon Buti degan bir olim bor edi. Shu kishi xalqqa murojaat qilganda aytgan.
xalq degan. Sizlarning vakilinglarman men ham degan. Sizlar bilan gaplashayotganda rahbarni yomonlasam, uni g'iybat qilgan bo'laman. Rahbar bilan gaplashayotganimda sizlarni yomonlasam, sizlarni g'iybat qilgan bo'laman. Sizlar bilan ro'baro o'tiribmanmi, sizlarga tegishli gapni gapiraman. Mavzuni ya'ni hadafdan chalg'itish, mo'ljaldan boshqa tomonga burishga urinish bu. Men uni populizm dedim. Chiqib aytsangiz misol uchun, aka shuni yoki uka populizm ekanligini isbotlab bering, o'tiramiz desiz mana imkon qila olamiz. Lekin orqasidan 2 kun o'tib eshakni uchayotganini qo'yyapsiz, go'yo men eshakman. Orqasidan she'r yozyapsiz. Yo'q, yo'q. Men olmayman. Men eshak emasman-ku. Siz qo'yyapsiz, go'yo men eshakman. Qanday go'yosi? Go'yoki chunki aqlim hushim joyida-da meni. Qayta man izoh berdim. Ey, baraka. Yo'q, agar uni aniq hozir bo'yningizga olsangiz, javobgarlikka tortilib ketasiz. U o'ta aqlliman degan xod qilyapsiz, xolos bu. Men sizga aytyapman, biz yuridik mavzuda gaplashmayapmiz siz bilan. Hali bu mavzu yopilmasa, qiyomatda yana gaplashamiz. Qiyomatda men aytmagan edim desangiz, sizni tilingiz, qalbingiz, qo'lingiz gapiradi. Unda inkor qila olmaysiz. Hozir qilaverasiz. Qilavering. Men aytyapman, men eshak emasman. Men odamman, insonman. Kimdir meni eshak deyotgan bo'lsa, onammi, otammi, Odam alayhissalom eshak deyotgan bo'ladi. Alloh taolo so'rab oladi uni. Men bunga xotirjamman. Bitta eshak deb haqorat qilingan odam men emasman. Islom tarixida qancha insonlarni shunaqa so'kilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom quloq deyilgan. Rasulullohni majnun deyilgan. Hasan Rasululloh bilan o'zing tengmisan deb qo'yadi. Yo'q, populizm bu ham. Yo'q, sen haqorat qilyapsan, Rasulullohni haqorat qilgan bilan sen tengsan deyiladi. Mavzu shu mana shu safga ko'ra belgilanadi. Kimdir chumoli safida, kimdir kaltakesa safida bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Maqsadiga ko'ra baholanadi. Siz maqsadingiz misol uchun hozir aytishingiz bo'yicha aylantirib men aytdim, u mavzuni yopdik, gap yo'q. Endi populizm masalasiga qaytsak, agar siz konkret bir yechim berib turgan paytingizda mana o'sha fikrlarim aynan sizga qaratilgan bo'lsa edi, haqiqatan men tan olardim. Domla o'rinli gapirdi, demak, populizm ekan men fikrlarim derdim-da. Lekin u aynan o'zingiz aytgandaqa hech qanaqa bir yechim bermasdan turib odamni kalaka qilayotgan, masxara qilayotganlarga qaratilgan holatda men ularga kontrargument keltirganman. Ya'ni masalan o'zingizdan bir bahslaringizda keltirib o'tasiz, deylik, qaysidir o'sha Turkiyada yurgan hizblarmi yoki salafiylarmi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun masalan Turkiyadagi jarayonlarni gapirmaysan-u, O'zbekistonni tanqid qilasan degan ma'noda siz o'zingizda ham bahsda qanaqadir bir fikrlaringiz bo'ladi. Men ham xuddi shunaqa yondashuv qilganman. Ya'ni kim bu yerda deylik, maktab darsliklarida ko'p xudolik masalasi bor, tarix kitoblarida o'sha ko'rsatilgan yoki Darwin nazariyasi katta mana bu yerda ko'rsatilgan holatda turibdi, lekin men bu odamlarga nima qilmasin, darsliklarga indamasdan sen aynan bitta odam kalaka qilyapsan. Lekin aynan ko'rsatib o'tganman. Ayni asosli raddiya ber deganman. O'sha yerda mana bu iqrorim bo'ladi. Ya'ni kim siz raddiya berdim, tanqid qildim deyapsiz-ku. Bu sizni faoliyatingizni tasdiqlaganimni, sizning fikringizni tasdiqlaganimni bu hujjatdir. Aynan o'sha videoni ko'rsangiz bo'ladi. Asosli raddiya bilan chiqmaydi deganman. Lekin nima qilasan, kasallikli odamni anaqa kalaka qilib degan. Mana jahlim chiqamish shu. Sizning fikringiz yoki kimdir asosli tanqid qilsa, men qo'lim ko'tarib qo'llab-quvvatlayman masalan. Lekin kalaka qilinishiga har qanaqasiga qarshiman. Siz ham qarshisiz masalan. O'sha uchun ikkalamizning yondashuvimiz har xil bo'lyapti, faqat masalaga turli xil joydan qarab qo'yganimizga balki sal ixtilof, tushunmovchilik bo'lgan. Pozitsiya haqida savol bermoqchiman. Ikki xil pozitsiya, bitta masalaga ikki xil pozitsiyadan qarasa, nima deyiladi uni? Ikki xil standart deyiladi, to'g'rimi? Masalan, bir narsani bir joyda oq dedingizmi? Do'stingiz so'rasa oq dedingiz, dushman so'rasa ham oq deyishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir mana sizga keltirgan masalangizni o'rtamizdagi muammodan keyin chiqib, "Yo, sizga emas" deyapsiz. O'shandan keyin yozganman. Men bo'ldi, yopdik dedim. U bola kritikada kritika qilayotgan paytida uni ham janri shunaqa. U ham masal bilan yetkazadi. Biror joyda Xayrullo Asadov demadi. Siz qaysi mezonga ko'ra o'tdan Xayrullo Asadovni chiqarib olyapsiz? Xayrullo Asadovni chunki uni o'zi iqror bo'lib chiqyapti. Yo'q, iqror bo'lgani uni erkakligi. U aytayapti, "Men Xayrullo Asadovni aytganman, men erkakman" deyapti. Men kritika meni vazifam deyapti. Siz qatdan chiqarib olyapsiz? Hali gaplashmasdan turib
kritikasini ko'ryapsiz-da, Xayrullo Asadovga tirik kitobga shunaqa deyapsan, deyapsiz. U yerda tirik kitob demayapti u. Haqiqatda to'g'ri kritika qilyapti mening tomonimdan qaraganda. Sal oshirib olgan bo'lishi mumkin, kasalligini bilmadim deyapti. Undan savol so'rashyapti, misol uchun hojatxona qayerda desa, Navoiy shunday deganki deyapti. Yo'q, hojatxona so'rayapman, Pushkin shunaqa deganki deyapti. Kritika bu. Siz menga da'vo qilgan singari masal bu. Uni janri u. Siz qayerdan mana shu masalda nomi yo'q odamni chiqarib olyapsiz? Aynan bittaga mo'ljallanmagan-ku. Endi shunaqa bir taxmin qildim-da mana. Mana siz ham o'zingizcha shunaqa taxmin qilganingizda, mana ham o'zimcha Men taxmin qilmadim, men konkret bilib turibman. shunaqa deb uni. Ha, demak, Endi shu jarayon. demak haqqingiz bor, ha? Haqqingiz bor, ha? Shunaqa Hammaning haqqi bor. Hammaning haqqi bor. Mayli endi. Men hech kimdan qarshiligim yo'q. Odamlar ko'rib turganlar baho beradi. Ya'ni erkak kishida ikki xil standart bo'lmaslik kerak. Bu meni prinsipim. Masalan, siz bir masalaga ikki xil qarashingiz, siz erkingiz, ixtiyoringiz, xohlang masal deng, xohlang men chiqarib oldim, taxmin qildim deng. U sizning ishingiz. U boladan so'rasangiz aytayapti, ha, deyapti. O'sha Xayrullo Asadov aytayapman nimaga? Chunki u bobolarimizga hujum qilyapti, qadriyatlarimizga. Bu tanqid bu. Bu tanqid, haqorat qilmayapti. Haligi o'zini tutishida kasallik ustidan kulyapti degan bir narsa topishi mumkin. O'zidan so'rasa-da aytayapti-ku, men kasalligini bilmayman deyapti. O'zini tutishini ko'rsatib qilyapti. Ha, bu kritika bu. Meni ham, sizni ham kritika qilsa, tanqidiy bo'lsa, qo'l ko'taramiz, qabul qilamiz. Bu san'at bu. San'at. San'at yo'q joyda tanqid bo'lmaydi. Tanqid bo'lmagan joyda san'at qolmaydi. Siz boshqadir misolda hech kimga mo'ljallanmagan, kimgadir mo'ljallangan demanglar deyapsiz-da, ikkinchi tomonda hech kimga mo'ljallanmagan narsadan odam topyapsiz. Mayli, bu endi maydalaydigan narsa emas, yana ko'ruvchilar 1400 dan oshiq odam ko'rib turibdi, o'zlari baho beradi. Boshqa nima e'tirozingiz bor menga? Bizni o'rtamizda meni haqorat qiladi, valati zino deydi, undoq bundoq deydi degan umumiy yolg'on propaganda bor. Men sizga kim valati zino ekanligi to'g'risidagi iqtibos Abrorniki emas, ma'lum formulaga aloqadorligini aytdim. Bir odamni ilmiy suhbatga, ya'ni yaramasdan eshaksan desa, shu odamda qonida harom bor deydi. Buni Imom Shofiydan ham bir rivoyat kelgan. Boshqa ulamo, bizni qadriyatimizda bor bu, islom e'tiqodimizda bor. Boshqa odamlar buni qabul qilish, qilmaslikka ixtiyorlari o'zida. Demak, isbot o'rtamizdagi masalaga ko'ra isbot bo'lyaptiki, men haqorat qilmayman. Men shunaqa badiiy jumlalar tuzamanki, qarshimda turgan odam jumlasini yo'qotib qo'yadi. Bu meni faxrlanadigan narsam emas. To'g'ri narsani himoya qilaman qo'limdan kelgancha. Noto'g'ri narsani 100% bilsam qarshi chiqaman. Shuning uchun buni bahsida, mujodalasida doldirab qolmayman. Men qarshi bo'layotgan odamlarni ba'zi odamlar tushida ko'rsa, labiga uchuq chiqib ketadi. Men qarshi bo'lgan odamlar qo'lida quroli bor. Hayotingizga suiqasd qilinganmi sizni? Yo'q. 5 marta suiqasd qilinganman. Qo'lida quroli bor odamlar. Hani o'tirib olib choyxonada yoki bozorda sotib o'tirgan odam emas ular. Qo'lida avtomati bor, uyimga kelib minani tayyorlab qo'ymoqchi bo'lgan odamlar. O'shalarga qarshi gapiryapman. Aytdim-ku, men boshqa sizni fikrlaringiz bilan o'z umuman hozir o'tirib bir o'ylab ko'rdim-da, bu inson bilan bizni nima fikriy tafovutimiz bor dedim-da, lekin bunday olib qarasa siz bilan o'zi bahs qiladigan fikriy tafovutimiz ham yo'q-da, chunki men avvalo so'zi diniy soha, diniy masalalarda fikrimni bildirmayman hech qachon. U juda yashiraman diniy qarashlarimni. Va bundan tashqari diniy masalalarga aralashmayman ham umuman. Demak, siz bilan endi siz asosan diniy yo'nalishda ijod qilganingiz uchun, fikr bildirganingiz uchun siz bilan kelishmayman. Endi ba'zi bir sirfiy qarashlaringiz bor, ba'zi biriga qo'shilaman, ba'zi biriga yo'q. Lekin juda bir ixtilofli darajada siz bilan qarama-qarshiligim bo'lmagan. Agar qarama-qarshiligim bo'lsa edi, o'zim fikrimni bildirardim. Mana shu paytgacha sizni bir qanaqadir siyosiy qarashlaringizga ixtilof, muxolif bo'ladigan nima bo'lmagan. Hozir ham tushunmovchilikni oydinlik kiritish uchun keldim men sizga. Sizga qanaqadir husumatim ham, adovatim ham yo'q. Men erkin o'zim mustaqil ijod qilib kelaman. Shu yo'nalishda agar sizni xalqqa foydasiga yetgan bo'lsa,
Nima qilaman? Men xalqqa foydasi kelgan odam bilan qanaqa qarshi bo'lib, undan ko'ra boraylik masalani oydinlik kiritib, o'zaro hal qilgan ma'qul deb keldim men to'g'risi. Chunki bir narsa borda, siz o'zingizni nimangizdan turasiz, efir qilasiz, men ham o'zim tarafimdan hamma o'zicha haq, o'zini qirg'oqda turgan payt. Lekin ana yuzma-yuz kelgan paytda ko'ryapmiz, mana masala oydinlashyapti. Shuning uchun yuzma-yuz ko'rib gaplashgan yaxshi deb keldim. Meni sizga nisbatan e'tirozim yo'q. Men sizni faoliyatingiz bilan ya'ni muntazam kuzatishga vaqtim yo'q. Ba'zida ko'rib qolaman. Masalan, bu millatga nima bo'ldi degan bir she'r ajoyib shaklda ijro qilgansiz. Mana shu uslub menga yoqadi. Yoqadiki, bu zavqimga emas, millatga foydasi bor, millatni uyg'otadigan yo'nalish. O'sha tomonlaringizni bir ikkita joyda ko'rganim bor. Lekin populizm ekanligini xalqqa bildirib qo'yishimiz kerak. Uchun gapirganman bu gapni. Bu populizm do'stlar. Masalan deylik, hajga borib nima qilasan, ko'chani asfalt qil deydi. Bu ham yaxshi amal, bu ham yaxshi amal. Xo'p, ikkinchi marta hajga bormay ko'chani asfalt qil desa, mayli. Lekin hajga boradigan odamga ko'chani asfalt qil deb, ko'chani asfalt qiladiganga hajga bor deb odamni chalg'itish bu populizm bu. Shuni aytmoqchi bo'ldim, xolos men. Uni davomida shunaqa haqoratomuz kinoya, masal janriga o'tib ketish biroz saviyani tushirib yubordi. O'shaning uchun men xotirjam gapirdim o'zi. Menga masalan qancha bunaqa gaplar bo'lgan. Hozir qanaqa bo'lib yotibdi? Bizga tashkilotlar qarshi, ya'ni qaysidir elchixonani tashkilotlari bor. U elchixona bu yerda josuslik qilib yuradi. O'zini qadriyatini kirgizmoqchi bo'ladi. Ana 120 ni olib tashlash kerak deydi. O'shalarni trolling kabinetlari bor. Menda ular haqida informatsiya ham bor. Kim o'tiribdi, qanaqa qilishyapti? Ha, ularga ya'ni tushkunlikka tushib qolishim to'g'ri emas-ki. Gapim to'g'rimi? Foydani ko'zlab zarardan himoya qilish maqsadida gapiryapmanmi? Qadriyatimiz haqidami? Bo'ldi. Dunyo qarshi bo'lmaydi menga desa. Siz bittasiz-ku. Meni ko'ring hozir, izohlarni ko'ring. Hamma qarsak chalayotgan masala agar xato bo'lsa, chiqib xato deb gapiraman. Hamma qarsak chalayotgan menga salbiy, negativ boshlaydi. Qo'rqmayman undan. Men qo'rqaman mas'uliyatimdan. Xalqni uyg'otish kerakmi? Men mana shu joyda men ko'rib turibman, jarga ketyapmiz, ko'zimizni ochish kerak deyman. Men ham ketib qolaman. Bolalarim ketib qoladi. Bu vatan, bu millat, bu davlat bizdan keyin omonat qolish kerak. Ajdodlar qoldirgan joy. Ertaga ana isqirtlar, jakuy tezakka o'xshagan propagandistlar kirib kelsa, nima qoladi bizda? Hech narsa qolmaydi. Men uni qo'llab-quvvatlayman. Maktabimizda ham she'riy janr, adabiy janr, tilga, tarixga, adabiyotga urg'u berish kerak degan bizni o'zi anaqamiz, yo'nalishimiz. Unda bizni tortishuvimiz yo'q. Men shu 3 ta masalani muhokamasiga mayli gaplashaylik, ko'rishib dedim. Nima xulosa qildingiz? Ya'ni xato kimda ekan? Endi men aynan kimnidir aybdor qilmoqchi emasman. Ikki o'rtada tushunmovchilik bor. Menda nima tushunmovchilik bor? Masalan, men nimani noto'g'ri tushunganman? Balki siz o'sha narsani aynan menga ham tegishtiryapti deb o'ylaganingiz, masalan, Wayner bolaga gapirganimda siz balki o'zingizga taalluqli deb bilib, sizda ham qanaqadir jahlingiz chiqqanda. Yo'q, uni muammoni gapirdim-ku yerda. Shaxsiy, masalan, sizni shaxsiyatingizni, sizni sochingiz, soqolingiz, gavdangizni gapirmadim-ku. U yerda o'sha masaladan bu yoqda 1000 ta odam nimaga tirik kitobga gapiryapsan deganda aytdim, tirik kitobni targ'ibotiga qarsak chalamiz, gap yo'q. Bu yerda mana bu konkret masala bor. Shuni to'g'rilaylik. Tirik kitobni olib kelib biz uni taxtga o'tkazaylik. Kutubxona qilaylik. Men nashriyot ochyapman yaqinda. Mana kitob chiqardik, buni ham sizga beray. Kitob targ'iboti bo'lsa, kitob targ'iboti. George Armstrongning Qora pul imperiyasi degan kitob. Yevropada bu kitob Injil bilan teppa-teng o'qilgan. Odamlar Injilni qanaqa o'qigan bo'lsa, buni ham shuni o'qigan. Pul imperiyasini qurgan Rothschild oilasi haqida. Ya'ni ham buni musulmon yozmagan. Aynan ularning millatidan yahudiy inson yozgan. Uni o'qib, ya'ni bugungi kundagi pul nazariyalarini anaqa qilasiz. Yani tasavvur qila olasiz. Qayerga ketyapmiz, kimni propagandasimiz degan. Kitob targ'ibotini qilaylik. Qilamiz, gap yo'q. Lekin men nimani tushunmadim, hammasini tushunib turibman.
sizga. Hammasini tushunib turibman men. Men shaxsiyatga o'tmadim. Men sizni haqorat qilmadim. Men kinoya masal to'qimadim. Men to'g'ri gapirdim. Muammo mana bu dedim. Nimaga buni gapirmay, uni gapirasanlar? Bu to'g'ri uslub emas. Bu tanqid uslubi emas. Yo'q. Shuni tushuntirmoqchiman xalqimizga. Fikringiz haqiqatda men 200% ma'qullar edim. Qachonki o'sha paytda aynan siz muammoni ko'tarib turgan shaxs sifatida sizga shu fikrni bildirsam edi, haqiqatda u populizm deyish mumkindir, haypajorlik deyish mumkindir. Lekin ayni paytda men masalani o'rinli ko'tarib, tanqidini o'sha yechimini berayotganlarga meni e'tirozim yo'q edi boshdan. Chunki men o'zim aytyapman, yechim beryapman. Lekin men aytyapmanki, ikki o'rinda o'sha kontrargument qilib keltiryapman. Masalan, ojiz odamga gapiryapsan-ku, lekin men bunaqangi indamayapsan. Yechimi uni kalaka qilma. Yechimi asosli raddiya ber. Endi aynan sizni Abror Muxtor Ali asosli raddiya berdi demadim. Umumiy kim shu jamiyatda asosli raddiya bergan bo'lsa, o'shani yechim deb ko'rsatyapman. Shunda bu. Aytyapsiz, yechim bermadi deyapsiz. Men yechimi asosiy raddiya berish kerak. Shaxsiyatga o'tmasdan kalaka qilmaslik kerak bo'ldi. Mana sizni pozitsiyangizni, ilmiy raddiya berishingizni men 100% ma'qullayman, qo'llab-quvvatlayman. Oldin ham aytganman. Jonli efirlarda siz o'zingiz bo'lmagan orqangizdan ham aytganman shu narsani, hozir ham aytyapman. Tushundim. Shu yerda bitta savol borda. Muammo shaxsiymi yoki umumiymi? Menda aynan hozir siz bilan bog'liq muammo yo'q. Yo'q, o'sha temada. O'sha bizning temamizda, hozir oxiri bo'lgan temada siz o'zingizga olyapsiz, o'zingizga olib gapirganingiz noto'g'ri bo'ldi. Gaplashamiz. Yo'q, bo'ldi. O'zingizga olib gapirganingiz noto'g'ri bo'ldi deyapsiz-ku. Men o'zimga olganim shaxsiy masala bo'lib qoladi-ku. Men o'shaning uchun so'rayapman. Ana shu muammo, masalan, o'sha tirik kitob degan personajni kasalini kalaka qilish, yoki kitobning targ'iboti, yoki kitobning ichidagi noto'g'ri narsani targ'ibot qilmaslik. Bu muammolar shaxsiymi? Ya'ni ikkalamizni tomorqamizga tegishlimi? Yo, bu gapni gapirishdan ko'zlagan maqsad xalqqa shuni to'g'risini aytish, noto'g'risidan ogohlantirishmi? Umumiy, to'g'rimi? Umumiy bo'lgandan keyin men u masaladan shaxsiyatimni e'tibori qolmaydi. Siz kimga gapirsangiz ham, boshqa odamga gapirsangiz ham, masala umumiy-ku. Men umumiy gapni gapiraman. Sizni o'sha joyda haqorat qilsam shaxsiy bo'ladi. Men o'ta shaxsiy narsa qilmayapman. O'shaning uchun bu tushunmovchilik emas. Men tushunib turibman qilgan ishimni, ongli ravishda qilyapman men. O'ta umumiy muammoni yechimiga gapiryapman. Bu sizni haqorat qilmayapman. Populizm haqorat emas, haypajorlik haqorat emas. Bu bir saviya. O'sha bola ham haypajorlik qilyapti. Uni kasbi shu. Men ham bir o'rnida hayp qilyapman. Nimaga? Meni ham shu hozirgi kundagi imkoniyatim, ya'ni shu orqali xalqimizga nimadir aytyapmizmi? Sizni ham qancha ergashuvchingiz bor, to'g'rimi? Sizga qarab gapingizni qabul qiladigan, sizga qarab kiyinadigan, sizga ergashadigan bor. Hayotda hammani ergashuvchisi bor. Xuddi shuni singari menda ham bor. Nima deyishim kerak? Quloq solib turgan hech yo'q o'g'lim bor oldimda. Qizim bor. Ularga murojaat qilayotgandirman. Bu haypajorlik, ya'ni muammoning yechimi emas bu. Demak, bu yerda masala shaxsiy emas. Bu yerda menda tushunmovchilik yo'q. Siz meni noto'g'ri tushunibman desangiz, unda menimcha to'g'ri bo'ladi. Yo'q, mana bunaqada men aytyapman-ku, siz aytgan gapingiz haqiqatda populizm deymizmi yoki boshqa bo'lar edi, qachonki men masalani asosli ravishda ko'targan shaxslarga qarshi chiqqanimda, chunki men o'zim asosli ko'targanlar tarafdor bo'lib turibman. Asosli raddiya beringlar, gap bo'lishimga emas, shularni qo'llab-quvvatlayman deb turgan holatda Unda muammo yo'q. Men yechim endi orasida bitta kontrol o'sha qarama-qarshi argument keltirib o'tganim, lekin yechim aytyapmanki, bo'ldi, uni shaxsiyatiga o'tmasdan, kasalligini kalaka qilmasdan asosli raddiya berish kerak. Yo'q, siz yechim deganda unga emas, amaldorlarga gapir deyapsiz. Yechim bu deyapsiz. Yo'q, yechim deb ko'rsatyapsiz. Yo'q, o'sha qarama-qarshi argument qo'yyapman. Любой filologdan so'rang, o'sha jumlani shunday qo'yingda, любой filologdan. Bu yerda mana shu jumlalarning ichida qaysi biri taklif, qaysi biri yechim deb so'rang. Siz taklif, uni tanqid qilma, taklif deyapsiz. Undan ko'ra amaldorni tanqid qil, yechim beryapsiz. Bu yechilmaydigan, ya'ni populizm bu. Siz nima deyishingiz mumkin? Uni kasalligini hech kim tanqid qilmayapti. Unda, ya'ni u odam mayli, o'sha odamni o'zi bo'lsa o'zidan gaplashamiz.
u joyda muammo aniq. Ibn Sino haqida, G'azoliy haqida, Beruniy haqida ateizmdan qolgan asarlarni o'qib beryapti bizga. Faqat rus adabiyotidan qolgan kitoblarnigina o'qib beryapti. O'shaning uchun men aytdim, bu odam ko'p kitob o'qimagan. Kitob sotgan bo'lishi mumkin. Sotgan paytida, ya'ni vakolaturaga tashlab olgan kitoblarni olib, o'qib, undan yaxshisini, yomonini, iqtibosini aralashtirib yurgan odam. Lekin kitob targ'iboti uchun yaxshi qadam. Qo'llab-quvvatlaymiz. Davlat e'tibor berish kerak, jamiyat, boylar e'tibor berish kerak, kutubxona qilib beraylik. Bu gap yo'q. Bu tamom, buni hamma qabul qilyapti. Lekin bizni stikovkaga borgan joyimiz, ya'ni populizm bilan tanqidning farqiga boraylik. Tanqid u odam kritika bilan tanqid taklif qilyapti, tanqidni kritik yo'l bilan qilyapti. Siz o'sha vaziyatda chiqib turib unga sen uni ojiz odamga gapirma, amaldorga gapir deyapsiz. Amaldorga gapir degan jumlani o'zini aytyapman. Bu yoqda gapiringiz to'g'ri. Kasalligini gapirma, ojizni gapirma, hammasi to'g'ri. To'g'ri gapdan foydalanib, uni boshqa tomonga hayb qilyapsiz-da. Buni jurnalistikada populizm deyiladi. Haqiqiy ma'noda publikaga o'ynash, ya'ni publikaga chiqib bularning ojiz tomonini ko'rib, ojiz tomondan boshqa tomondan foydalanish bo'ladi. Hozir sizga aytdim-ku, bitilmak o'tiribsan ikkaloving, bor Falastinga desa. Populizm bo'ladi. U yo'q mavzu-ku hozir. Biz oramizda qancha bosib o'tadigan narsa bor. Iloji yo'q narsa-ku. Bir odamga qarzsan san desa, ha qarzman, to'la hozir desa. Yo uydan olib kelaman, yo'q hozir to'la desa. Populizm bo'ladi bu. Bor uydan olib kel desa tanqid bo'ladi. Bilaman, yana aytaman, uni qanaqadir yechim sifatida aytmaganman. Ya'ni kim bularni ikki standartliligini ko'rsatish uchun qilganman-da. Men yechim sifat avvalosi bitta narsani oydinlik kiritib olaylik. Men ko'tarayotgan paytim muammo o'sha kitobxonni kalaka qilinmasligini oldini olish. To'g'ri. Qo'shilaman unga. Xato fikrlarini oldini olish bo'yicha tanqid qilyapsiz, u bitta masala. Men uni shaxsiyatini kalaka qilish bo'yicha Bu to'g'ri. fikrimni bildiryapman. Shu jarayonda mana shunaqa kalaka qilyapsanlar deyapman-da, sizlar o'zlaringcha uni katta xat qilyapsanlar, lekin sizlar ikki standartlisanlarki, bu bechora odamga kuchlaring yetadi, mana unga kuchlaring yetmaydi degan ma'noda aytyapman. O'sha noto'g'ri. O'sha jumlani ichida siz balki tan olarsiz, balki olmassiz, u ko'pchilik ham ko'rib turibdi. Ikkinchi qismi noto'g'ri. Bir odamni masalan kalaka qilma, kalaka qilsang, sen kimdan kulyapsan? Yaratilgandanmi, yaratuvchidanmi degan ma'noda gapirib uni o'sha joyda to'xtatsangiz, gap yo'q uni. Qo'shilamiz. Ikkinchi qismi noto'g'ri, o'tda yo'q narsa. Uni keyin bilmaysizki, u bola o'zini muhitida amaldorlarga qarshi ham kritika qilgan. O'sha paytlarda qilgan, o'zi bu anu Qo'qonda yurgan soxta tabib atrofida qancha soxta avtoritet paydo qilgan edi. Unga qarshi qildi, buni o'ldirib yuborishga tahdid qildi. Qancha anaqa bo'ldi. Biz bilmaymiz-ku uni demoqchiman. Senlar qila olmaysan, emas. Ko'p odam aytadiki, sen amal qilmaysan deydi. Siz amal qilganingizni aytishingiz kerakmi kimgadir borib? Kecha bitta podkastda savol beryapti. Abram Muxtor Ali, siz nimaga shuncha ilm o'qigansizda amal qilmaysiz deyapti. Men ko'p ilm o'qimaganman, o'zim unaqa maqtanadigan joyi yo'q. Lekin amal qilmaganimni qattan bilyapti ekan u. Men ertalab bomdodda borib Nodira degan xotin ekanda. Nodira opa, bomdod bo'ldi, mana o'qiyapman bomdod deyishim kerakmi? Kimga ko'rsatishim kerak men qilgan amalimni? Siz amal qilmaydi, kitob yuklatilgan eshak desa bir kishini. U ancha da'vogar bu. Qiyomat kunida bizning e'tiqodimizda muflis bo'ladi u. Hamma yaxshiligini berib, hamma yomonligini tortib oladi bundan. Hasan Basri aytgan. Hasan Basriyni ham eshak deb so'kishganda aytgan u kishi. Mashaqqatsiz ajr muborak bo'lsin degan. Mashaqqat qilmasdan turib oladi u ajrini. U boshqa masala. Men deganim o'sha suhbatingizda men tanqid qilgan joy ikkinchi qismi. Birinchi qismiga qarshi emasman. O'zi odatda to'g'ri gapiriladi. To'g'ri gapdan populizm yasaladi. To'g'ri gapdan tanqid yasash kerak. Tanqid yechim, sen Xudodan qo'rqdin yoki qonunchilikda bu senga javobgarlik bor edi, sen ustingdan yozsa ketding degan ma'no bo'lsa tanqid bo'lardi. Men ikkinchi qismiga qo'shilmadim. Boshqa nima savolimiz bor? Endi nima deydi? Populizm masalasi o'ziman o'rganib chiqdim. Buni tag zamirini populizm bu xalqqa yoqadigan
yolg'on va'dalarni berib va qanaqadir hokimiyatni qo'lga kiritishga qaratilgan harakat populizm der ekanda, bilmadim aynan mani harakatimni balki uslub jihatdan xato bo'lishi mumkindir, lekin aynan populizm deb atash, sifat berish menimcha bilmadim. Chunki aynan populizm nimaligini men o'rganib chiqdim, siyosatchilardan ham surishtirdim. Va mana shunaqa argument keltirdim. Mana shunaqa holat bo'lsa dedim. Nima deyishdi? Populizm ta'rifi nima deyishdi? Populizmni aytishyaptiki, ya'niki masalan siyosatchilar hokimiyatni qo'lga kiritish uchun Bu maqsad. yolg'on va'dalarni beradi. Populizm maqsadmi, uslubmi? Populizm uslub. Uslub. Demak, hokimiyatni qo'lga kiritish maqsad u. Bu populizm emas u. Populizm nima? Populizm orqali erishiladi. Populizm u, erishiladi. Demak, populizmni ta'rifini aytishmagan sizga. Sizga hokimiyatga erishish uchun degan gapni aytishyapti, u maqsad u. Populizm maqsad emas, populizm uslub. Uslub orqali maqsad ko'zlanadi. Populizmda shunaqa narsa bor. Populizm muammoni gapiradi. O'zbekistonda gaz, svet deydi. Muammo bu. O'zbekistonda gazini chetga sotib olyapti deydi. Bu muammo. Noto'g'ri gapmi bu? Nima uchun buni gapiriladi? O'sha gapni butun xalq qo'llab-quvvatlasin. Bizni dardimizni gapiryapti-ku deysin, yaxshi ko'rsin uni. Lekin to'xta, bizda gazni qazib oladigan kadrlar yetarlimi? Yo'q, o'qitishimiz kerakmi? Xo'p, siz shuni gapiryapsiz. Nechta odam bizda gaz qazib oladigan mutaxassislikka talaba beryapti, o'qityapti, pul tikyapti. Bu yechim kerak deydi. Chunki 1 yillik, 10 yillik emas-da, bu 100 yillik, kelajakda 1000 yillik omonat bu. Vatan, yurt shunaqa. Populizm bo'shliqdan foydalanish uslub bu. Bo'shliqdan foydalanayotganda xalq muammolarini gapirib, o'zini yuqoridagi davlatga erishish, avtoritetga erishish maqsadlarini amalga oshirib oladigan odam bu. Bu yechim bermaydi bu. U yechim bermasdan boshqa tomonga chalg'itadi degani u. Endi gapiz bo'ldi mana. Masalaga bu tarafdan qaraydigan bo'lsak, biz umumiy insonlarni so'z erkinligini bo'g'ib qo'ygan bo'lamiz-da. Ya'ni kim odamda yechim bo'lsa bo'lmasa fikr bildirish kerak deb o'ylayman. Meni qarashim shunaqa. Ya'niki bu odamning so'z erkinligi va soliq to'lovchi sifatida gaz talab qilish, svet talab qilish deylik. Bu uni huquqi. Haqqi. Huquqi. Konstitutsiya bo'yicha uni fikr erkinligi. Chiqyapti-da, svet yo'q, nima yo'q, va uni hal qilib beringlar desa, u yechim berishga Bu tanqid u. Mana shunaqa u o'zini fikrini bildiradi. Bu tanqid. Lekin gaz yo'q, svet yo'q, u haromxo'rlar, o'y, amaldorlar, sanlar nima qilyapsan deyish populizm. Endi haqoratlashni istamayman. O'sha so'z erkinligi emas u. Haqorat. Men qaysi nuqtada farq qilyapti? U hech kim aytmayapti, gaz, svetni so'ra demayapti. U muammo hammamizda bor. Siz ham so'raysiz, mana ham masalan svet o'chib qolsa elektrositga telefon qilasiz, so'raysiz haqqingizni. Puli to'langan-ku deysiz. Uyingizga keldi, gazni pulini so'rayapti. Bu men to'laganman-ku, u haq bu. U populizmning xatarliligi muammoni birinchi planga chiqarib, o'zini maqsadini amalga oshiradi. Men soddaroq qilib aytay, Qo'qondagi Polbin tabibman deydi. Nima degani? Muammoyingizni yechaman, sizni dardingizga sherikman degani. Siz kasalsiz, men kasalman, boraman. Kasal odam eshitadi uni. Va o'shandan foydalanib, populizm bu. Pul ishiladi. U hech qanaqangi sizga yechim bermaydi. Bunda silab qo'yish yechim emas bu. Bu sodda ko'rinishi bu. Mana shuni sal murakkablashtirsa, o'sha yuqoridagi muammolarda bizning yurtimizda bo'layotgan Xitoy keldi, yerni sotib olyapti, undoq bo'lar ekan. Rossiya undoq bo'ldi, bundoq bo'lar ekan. Buning hammasi populizm. Bu sistema bor. Sizga ham taklif qilaman bu kitobdan tashqari. Yaqinda uni ham nasib bo'lsa qilamiz. Jim Sharpni diktaturadan demokratiyaga o'tish usullari degan kitobi bor. Olib o'qib ko'ring, o'sha joyda ko'rsatgan qanday foydalaniladi. Ya'ni xaridorga mol sotilayotganda populizmdan foydalaniladi. Aqlga urg'u berilmaydi, hissiyotga urg'u beriladi. Yig'lanadi chiqib olib. Deydi, men deydi, undoq bo'lib ketdim, bundoq bo'lib ketdim deyiladi. Lekin ot kimniki desa, pasport kimda bo'lsa o'shaniki. Uni quchoqlab olib, meni otning muhabbatidan mahrum qilmang deb yig'laganniki emas. Bir narsada haqiqatda agar hokimiyat bilan xalqni bir-biriga qarshi qo'yish maqsadida qanaqadir harakatni men o'zim birinchi navbatda qoralayman. Lekin boyaga aytgan misolingiz bo'yicha amaldorlar nima qilyapsizlar deb savol berishsa ham kerak o'rinli deb bilaman. Qachonki haqorat qilmasdan, gaz yo'q, svet yo'q, sizlar nima qilyapsizlar deyish
fuqaroni haqqi. Chunki u pul beryapti, amaldorlarni boqyapti. Kelasi prezidentimiz o'zi ham aytadi, biz xalqqa xizmatchisimiz deydi. O'sha uchun ular xizmatchi bo'lgandan keyin xalq o'zini xizmatchilaridan talab qilish haqli ma'nosida talab qilsa, mana shu joyda nima qilmaslik kerak, adashmaslik kerak. Kimdir chiqib gaz yoq, svet yoqsa, amaldorlar nima qilyapsanlar desa, men buni populizm emas deyman. Bu uni huquqi deyman. Chunki u konstitutsiya bo'yicha